To'g'ri, Igorov ekan bozorda, lekin oxiri 550 ga bersang berding, bermasang sur ekan. O'rtoqlar, reklamaga mana Samsung Galaxy Book qo'ygan edik. Hamma so'rayapti, yangimi, yangi. Bu yo'q, bu yangi emas, bu ishlatilgan notebook. Bolalar, ishlatilgan notebook garantiyasi. Va alaykum assalom. Keling ekan. Asus TUF'ni olib qolamiz. O'g'irlanmaganmi ish qilib? Aniqmi? Tirnag'imi? Hop, Galaxy Book. Ochchi ukam o'zing, qani, egasidan bo'lsin. Ayblari ham uzilib qolmaganmi ish qilib? Garantiyasi bormi? Garantiya klient hech qachon bermaydi. Bilib olinglar, garantiya o'zimiz beramiz do'kondan. Normal holatga o'xshayapti-yu. Hop. Nech pul endi bu? Aytingchi o'zingiz? Nima sotyapsan? Pul kerak bo'lib qoldi. Hamma yoq ishlaydi. Xo'p, bitta tekshirib qo'yaylik-chi. Nima ekan bu? Ryzen 7 7000 seriya 16 ga 512 20 li video karta. 500 ga berasanmi? Aka to'g'ri Nech pul? 520 mi? Ko'taryapsizmi aka? Cho'tam. Ne qo'l olaman shekilli, sen bilan cho'ta o'xshamadi. 540 ga barakami? Ozgincha ko'taring, to'g'ri kelyapti-da. Biz ham tirikchilikdagi odammiz-da, endi buni sotish ham kerak o'zi. Savdo ham zo'r bo'lmayapti o'zi. Naqd berasizmi? Naqd ishtirsan ham ya. Bo'ldi. Xo'p, buni bir qator tekshirib olamiz. Pasportingni adashmasam mashinasi 550 sanagan boya birodan olganingdan. Pasporting rasmini olamiz, bir qator tekshirib olamiz. Bo'ldi, barakasini bersin. Shu notebook sotib olamiz, narxini saltirib qo'yib olamiz, kelinglar.